Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov. Hurmatli kuzatuvchilar, bu video murojaatim shu musofirda yurgan bir akamizga onalari O'zbekistondan farzandini qidirib kelibdi. Chiqmagan jondan umid. Balkim shu SOga qo'l qo'yib ketgandir degan maqsadida Batgam zaявление qidiruvga beraylik degan maqsadda hozir Yedin sentrga DNKlar topshirildi va qidiruv bo'yicha shu kartalar ochildi. Hozir opani o'zlari opa ko'rsatmay qo'yingman degani uchun orqada o'tirishibdi. Opa hozir o'zini tanishtirib o'tadi, qayerdan qayerdan o'zini farzandini haqida gapirib beradi. Azizlar, bu videoni kengroq tarqatib, shu musofirda yurgan aka-ukalarimizga ham Telegram gruppalarga tarqatinglar. Savob bo'ladi. Opa, o'zingizni tanishtirib gapiravering. Assalomu alaykum, ilohim musofirdagi musulmonlar. Meni farzandim Qadamboyev Muhammadjon Murmus shahriga ketgan edi. Men Sayfiyeva Nigoraman. O'g'limni qidirib keldim. O'zbekistondan, Xorazm shahridanman. Shu o'g'limni topishga yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Murmusga ketgan edi. 1 yil ishlab 23-yil, 24-yil sentyabrda 29-ida Moskvaga kelgan. Shundan keyin bir hafta gaplashib turib 2-oktyabrda oxirgi marta gaplashganmiz. Shundan beri hech qanaqa daragi yo'q. Iltimos, bir yerlarda ko'rgan, bilgan odamlar bo'lsa yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Ko'rganlar bo'lsa, musofirda hech kimni farzandi musofirchilikda har yerlarda qolib ketmasin, o'zi qo'llasin. Duo qilinglar, iltimos. Meni farzandimni topishga ham, shu videolarni tarqatishga ham yordam berib, meni o'g'lim ham sog' salomat bag'rimizga hammani farzandi uyiga borsin. Meni farzandim ham sog' salomat uyginamga borsin. 2 nafar farzandi bor, bir o'g'il, bir qizi bor. O'g'lim ham Muhammadjon. Mana Sardorbek rasmlarini tashiydilar. Iltimos, qo'llaringizdan kelgancha yordam berib shu tarqatishga ko'rgan bilganlar bo'lsa biror bir xabarlarini, daragini bilib berishlaringizni iltimos qilaman. Iltimos qilib yalinib so'rab qolaman sizlardan. Meni farzandimga ham telefon raqamlarimizni ham qoldirib, hammasini o'zlari qoldirishadi. Sardorbekka chiqib, meni bolamni ham xabarini beringlar, iltimos. O'g'lingizga qanaqa gapingiz bor? O'g'lim Muhammadjon hamma ham adashadi, hamma ham yomon yo'llarga kirib ketadi. Bir marta Xudoyim beayb Parvardigor, bolam to'g'ri yo'lni top. Otam, onam, farzandlarim deb, farzandlarim Moskvaga keldim, telefonda gaplashsam ham nevaram. Yana dadamni topdingizmi? Dadamni topdingizmi? Dadam qayerlarda ekan deb so'raydi. Kelishga keldim, qaytib borsam nima deb javob berishimni haligacha o'ylab o'tiribman. Iltimos, yordam beringlar. Bolam sog' salomatgina xabaringni bildirib, sog' salomatgina uyginamizga qayt. Allohimga omonat qilib topshirganman seni. Omonatim sog' salomat uyginamizga borgaysiz. Katta rahmat hammaga. Muhammadjon-da? Muhammadjon, Qadamboyev Muhammadjon. Muhammadjon aka, onangizlar, hurmatli kuzatuvchilar, rasmini qo'yib ketamiz. Shu bolani ko'rgan, bilganlar shu telefon raqamlarini, onalarining telefon raqamlarini qoldiraman. O'zimning nomerimni ham qoldiraman, azizlar. Aloqaga chiqinglar, iltimos. Muhammadjon aka, shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, onangiz ayol boshi bilan sizni oqtarib, Moskva shahrida Tapchkada oqtarib yuribdi. Ve kallalarni ishlatinglar, musofirga kelayotgan yoshlar, orqada ota-onalarning borligini o'ylanglar. Keyin shu hozir biz Yedin sentrga keldik. Kimni farzandi misol yo'qolgan, boshqa bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda o'tirib vaqt o'tkazmasdan gaplashinglar. Harakatlarni qilinglar. O'tirgandan foyda yo'q. Muhammadjon aka, sizdan iltimos aka, agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Onangiz ko'chama-ko'cha kirmagan eshiklari qolmayapti.
politsiya qilyapti, biror bir joy Melisaxonalarga kiryapmiz, MVDga kiryapmiz. Qanaqa joy bo'lsa kirib chiqyapmiz. Hozir mana dengalarini topshirdi. Doim soppa-sog' bo'lsin farzandlari. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan iltimos. Qiyin emas, videoda tarqatib qo'yib, boshqa qilish juda qiyin emas. Shuni jo'natib qo'ysalaring birortasiga yaxshi bo'ladi. Sizlardan iltimos qilib qolaman, hurmatli kuzatuvchilar. Videoda kengroq tarqatinglar. Opa, xalqqa gapingiz bormi? Musofirdagi xalqim, ilohim, hamma ota-onalar farzandlarini bag'rlariga olib, hech qachon hech qayerga Rossiyaga jo'natmanglar. Uyginamizda sog'-salomat yursinlar. Mana shu bolalarimiz ham hammasi aqlli bo'lsinlar. Allohim o'zi qo'llasin. Duo qilib turinglar. Duolaringga muhtojman. Allohim bolajonimni sog'-salomat bag'rimga olib, sog'-salomat nevaralarim yoniga o'ynab kulib o'tirishni nasib qilsin. Hammalaringizga katta rahmat. Sog'-salomat bo'linglar. Azizlar, shu video murojaatim hammaga, shu musofirdagi, qolaversa O'zbekistondagi shularga gruppalarga, Telegram gruppalarga tarqatinglar. O'zbekistonda ham misol hamma sharoitlar yaratilgan. O'zbekistonda ham juda ko'p narsalar bor. O'qishsiz bo'ladi, boshqa qilsangiz bo'ladi. Faqat harakat qilish kerak. Qolgan shuncha odam yuribdi-yu. Hurmatli kuzatuvchilar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.